qo'shimchalar nima bo'lsa aytaverasizlar. İkilagan go'sht. Ikilagan go'sht. Terilyapti. İşte pasangiz bo'lar ekan böyle. Keyin yig'ilishga ishga qilmasdan o'tirishda shunga to'g'rilaymiz-da. Bir hafta oldin aytsanglar men aniq o'zim bo'shab shunga eplab topolsa vaqt. Mana o'rganyapmiz. Xizmatlar bo'lsa 50 771 59 59 ga chiqaverasiz. Administrator men. vaqt bo'lsa qaralagan. Gaz bormi? To'g'ri, bunaqa o'pshiyda o'zi hamma ovqat qilishni biladi, ko'pchilik damalar. Men bilmayman deb qutulaman. O'shada men faqat tuxum qovurishni bilaman deb o'zi hamma ovqatni Yani ochib siz ham berib turaman. Mana oson bo'ldi. Chistochi. Oxirida. Tuzam oxirdami? Mashlar aytib keting bizga. Pripravamiz. Qayerda ekan boya? Bor dedi, biz olmay keldik. Faroyn ekan bor dedi. Qayerdadir ko'ngil bo'lgani 5-6 ming yegan. Qarjimiz qaynayapti shekilli. Shunday bo'lsa kerak. Ha. Bunaqa qilib hali. Ha. Nargisini oching, mondan tushyapti. Bu ham qaynagan shekilli. Bundan ketyapti. Ha, bu qaynayapti ekan. Hamma yo'q bor ekan. Makan bor ekan. Надо будет, если что. Hamma yo'q bor. Ko'p ham anaqa qilib qoladi. Hamda 7 kilo go'shtga bo'lishdan Kishi boshiga 1 kilodan tushyapti. Shunday. 7 kilo. Xitoyliklar butun ot degan deb turib iloji yo'q. Yeb bera oladimikin ko'ramiz ha. No, yeydi qarang. Yomon yetadi. Mana ili kimga chiqsa shu yig'ilish o'sha oladi. Suzadigan bir power oladi. Eng oxirida shu kapkir bilan O'ziga suzib, kichkina tovoqqa suzib pishirsin. Shuncha odamga narsa suzib, shu chiqmaganini qaranglar.